Bilasanmi Messi? Biz bugungi o'yindan keyin boshqa Argentinaga hech qachon muxlis bo'lmaymiz. Buni o'zing ham sababini juda ham yaxshi bilasan. Chunki bizni muxlislik bo'lishimizga sababchi inson aynan sensan. Argentinani qo'llab-quvvatlashimizga, Argentinani yaxshi ko'rishimizga, mag'lubiyatga uchraganda xafa bo'lishimizga majbur qiladigan inson bu bittagina sensan. Agarda bugungi jahon chempionati finalidan keyin nima bo'lishini bilmayman. Agar yutadigan bo'lsang, yutkazadigan bo'lsang, terma jamoa bilan xayrlashsang, butun dunyo muxlislari Argentinaga muxlis bo'lishdan to'xtashadi. Chunki ular sen sabab Messi uchun Argentinaga muxlislik qilishdi. Yana bitta narsani iltimos qilaman, Messi. Barselona muxlislarining iltimosnomasi bu. Barselona futbolchilariga ehtiyotkor bo'lib o'ynashni jamoadoshlaringga ayt. Lamine Yamalga nisbatan himoyachilarning agressiv o'ynashi kerak, bilaman, lekin ozgina ehtiyotkorlik o'ynasa menimcha yaxshiroq bo'ladi. Chunki Yamal Barselonaning kelajagi va buguni buni o'zing ham juda yaxshi his qilib turibsan. Kubarsiga bo'lsa unchalik darajada ko'pol o'yin kerak emas. Kubarsi bu endigina 18 yoshli futbolchi xolos. Paredeslarga, De Paullarga ayt, uni kelib asabini buzishmasin. U shunchaki yosh va o'zini terma jamoasini himoya qilayotgan himoyachi. Shuning uchun iltimos qilaman. Barselona futbolchilariga unchalik darajada ko'pol o'ynama. Chunki ular sen yaxshi ko'rgan klubda o'ynashadi va bizning futbolchilarimiz. Bugungi finalda yutasan, yutkazasan bilmadim, lekin aytganimizdek biz boshqa Argentinaga muxlislik qilmaymiz. Sendan keyin hammasi tugaydi. Messi bugungi o'yinda omad tilayman. Son günüme kadar kalp